Hozirda ayrim paytlarda tosh atadigan bo'lsang, yo folbinga borib tegadi yoki folbinga ishonadigan odamga borib tegadi. Na buncha ko'payib ketdi bular, jonga tegdi bular. Ularni endi qaytarmasa bo'lmaydi. Mana bu damlama qaytarma deb nomlanadi. Yana bitta nomi duoi hofiza deb aytiladi. Ular shunaqa amal qilyapti-ku, odamning rasmidan foydalanib, tirnog'idan foydalanib, sochidan foydalanib shunaqa amal qilyapti. Uni chorasi bor. Unga mana suralar haqiqiy zafaron bilan yozilgan. Zafaronni o'zini bilasizlar, tabiiy narsa. Eng qimmat turadi bu zafaron. Qadimdan Qur'on kitoblari, arabcha kitoblarni yozishda zafarondan siyoh o'rnida foydalanilgan. Bunga ham duo yozilgan. Ularni zararini qaytarish uchun Allohning izni bilan shulardan damlab ichadigan bo'lsa, inshaalloh shifo topadi. Bundan foydalanish usuli oddiy. 5 litrlik toza suvga 2 ta qaytarma qog'ozdan solinadi va 4-5 soat qo'yiladi. Har damda bir tebratib turiladi. Hamma yozuvlar suvga chiqadi. Suvning rangi sal qizg'ish bo'ladi. Qog'oz oppoq bo'lib qoladi. Qog'ozni olgandan keyin quritib yoqib yuborishingiz mumkin. Keyin tayyor bo'lgan suvni ichasiz. Kimga shu ma'lumot qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlar orqali zakaz qilishingiz mumkin. Bitta qaytarma qog'ozining narxi 10 ming so'm. 20 ta olganga dastlabki bepul O'zbekiston bo'yicha.